Dada mana choydan oling. Sen molsan. Molsan, shuni bilasanmi? Molsan sen. Nima dada meni hadaka molsan deyaverasiz. Men sizga nima qildim? Molsanda qo'shni o'g'lini qara, qancha yutuqlarga erishyapti. Seni yurishingga qara. Endi bu yoq oshib tushdi dada. Ana shu qo'shni o'g'ildan o'tib ketsam, keyin molsan deyishni yig'ishtirasizmi? O'talmaysan undan. Ana endi qarab turing dada, bittada o'tib ketmasam. Dada, men ko'p yutuqlarga, ko'p muvaffaqiyatlarga erishdim. Mana bu mashina sizga. Bosim bog'ini 3 ta filialni ochdim. 3-chisini Zomin tog'laridan ham ochib qo'ydim. Endi qo'shni o'g'ildan o'tib ketgandirman. Endi mol demasangiz kerak meni, ha dada? O'g'lim, senga bitta sirni ochadigan vaqt keldi. Qo'shnini bironta ham o'g'li yo'q. Nima? O'g'li yo'q. Men shuncha vaqtdan beri nimaga bilmadim ya? Molsanda. Mashina uchun rahmat bolam.